F guruhi birinchi o'rinda Niderlandiya 7 ochko bilan, Yaponiya ikkinchi o'rinda 5 ochko bilan, Shvetsiya 4 ochko jamg'ardi va keyingi bosqichga yo'l oldi play-offga. Tunisda esa 0 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat. Niderlandiya terma jamoasi o'rtacha to'pga egalik qilish bo'yicha 59% ni tashkil etdi. O'rtacha yoshi 26.5, follar soni 28 ta, ofsaydlar soni 6 ta, sariq kartochkalar soni 3 ta. Maydonga 26 ta o'yinchidan 19 tasi tushdi. Keyingi jamoaga o'tamiz. Bu Yaponiya. O'rtacha 52% to'pga egalik qilishdi. Jamoa o'rtacha yoshi 25.8. Sxema 4-2-3-1. Shvetsiya 3-o'rin 4 ochko, play-offga yo'llanma. O'rtacha egalik to'pga 48%. Jamoa o'rtacha yoshi 26.1. To'plar nisbati 7 ga 7. Taktik sxema 4-4-2, 4-2-3-1. Tunis 4-o'rin 0 ochko, o'rtacha 41% to'pga egalik, passiv o'yin, mudofaaviy o'yin. Follar soni 47 ta, 8 ta sariq va 1 ta qizil kartochkaga ega bo'lishdi.